Hammaga assalomu alaykum do'stlar, xayrli kun. Men kanalimda sizlarga unit ekonomika bo'yicha bir video tayyorlab beraman deb aytgan edim. Mana bugun shu videoni chiqarishga qaror qildim. Xo'p, unit ekonomikani qanday to'g'ri hisoblasak bo'ladi? Buni biz base Excel prosta o'zimiz hisoblasak ham bo'ladi, lekin men unit ekonomikani hisoblash ya'ni oson bo'lishi uchun o'zim tablitsa tayyorlab qo'yganman. Bu tablitsaga formulalar kiritilgan, ya'ni fulfillment, себестоимость, cena, komissiya, gabaritlarni hisoblash uchun, logistikani hisoblash uchun, logistikani to'g'ri hisoblash uchun, xo'p, nalogni hisoblash uchun siz qancha foyda olyapsiz, marjinalnost, rentabelnost, pribыль на партию, hammasini hisoblash uchun men sizlarga готовый formulalar bilan Excelda tablitsa tayyorlab qo'yganman. Xo'p, siz bu tablitsa bilan ishlatmoqchi bo'lsangiz, masalan, oson bo'ladi. Siz birdaniga 10 ta 15 ta tovarni ham unit ekonomikasini hisoblay olasiz. Shuning uchun shu tablitsadan foydalangan ma'qul deb hisoblayman. Men hozir bu yerda bitta Premiere uje keltirib qo'yganman, Premiere va tagidan yana boshqa shu lampani boshqa kategoriyalarga, masalan, shu lampani biz 660 rubl emas, boshqa stoyimiz bilan hisoblab ko'ramiz, ya'ni sizlarga hisoblab ko'rsataman. Xo'p, masalan, biz lampa sotmoqchimiz, Ozon yoki Wildberriesda yoki bironta marketplace bo'yichadir. Men Ozonni hozir Premierada ko'rsataman sizlarga. Va bu tovarni qanday qilib hisoblasak bo'ladi? Misolga lampa. Opять shu lampani biz 660 rubldan oldik. 660 rubldan sotib olyapmiz. 1000 ta emas, bu safar biz 500 ta sotib olamiz. 500 dona lampa 660 rubldan sotib oldik. Bu yerda o'zi avtomatik hisoblab chiqadi. Ana shu ko'k polyalar, yashil polyalar, xo'p, avtomatik hisoblab chiqadigan. Bu yerda formulalar o'sha yozilgan. 660 tani 660 rubldan 500 dona sotib oldik. 330 ming rublga. Endi biz buni fulfillmentini hisoblashimiz kerak. Проверка, упаковка, markirovka hammasi bir dona uchun, bir dona tovar uchun qancha upakovka, markirovkaga, fulfillmentga sarflanadi. Misolga bu yerda 20 rubldan yozilganda biz 30 rubldan hisoblaymiz. 30 rubldan, xo'p, 30 rubldan yozsak formulaga avtomatik kirib bizga tovar 660 dan edi. 30 rubldan bunga ketdi 690 rubldan tushyapti o'sha tovar. Va общий tovar bizga 345 ming rublga tushyapti. Hisoblab chiqazyapti avtomatik. Va biz yana 2% brakka chiqazib olamiz, chunki braklar ham bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. 703 rubldan chiqyapti o'sha tovar bizga. Xo'p. Transportning расходи 10 ming rubl emas, bunga endi 8 ming rubl deb yozamiz. Bizga 719 rubldan tushyapti hozir tovar. Bir dona tovar 660 rubldan sotib oldik. Fulfillmentga, brakka, transportirovkaga расходlarni hisoblagandik. Bir donasi bizga 719 rubl 20 kopeykadan tushyapti va общий partiya 359.600 rubl bo'ldi. Дальше цена и комиссия. Cena продажи biz 2500 dan bu yerda hisoblagandik. Keling sizlar bilan 2600 rubldan hisoblaymiz. 2600 rubldan sotmoqchi biz lampani misolga va komissiya arzon. O'zingizni komissiyangizni ko'rasiz kirib, saytidan, afisani saytidan 18% deylik. Misolga komissiyasiz 2600 rubl sotsangiz, komissiya 18% bo'lsa, 468 rubl azonga to'laysiz. Комиссия, вознаграждение Озон deyiladi yana bu. Xo'p, keyin процент затрат на продвижение и другие услуги. Bu DRR, dollar reklamных расходов protsentda ko'rsatib qo'yilgan. Siz qancha, necha protsent, shu 2600 rubldan necha protsentini siz reklamoqchisiz? Keling biz masalan 7% emas, 10% deb hisoblaylik. Demak, biz 260 rubl reklamaga sarflaymiz bitta tovar uchun. Keyin dальше 39 rubl avtomatik 260 rubl 2600 rubl kiritganda acquiring 39 rubl 1,5% deb hisoblaganman bu yerda kiritib qo'yilgan o'sha avtomatik. Dальше bizda gabarit bor. Gabaritlarni обязательно to'g'ri yozishga harakat qiling, chunki buning uchun shtraf kelishi mumkin sizga agar xato yozsangiz.
gabaritlarni ham litrini tayyor qilib sizga chiqazib beradi avtomatiski. Formulalarni kiritib qo'yganmiz. Дальше logistika со склада до PVZ. Xo'p, FBO bilan ishlaymiz biz. FBS bilan bo'lsa FBS yozasiz. Bu yerga keyin FBS ni обработкасini sizga qancha tushadigan bo'lsa, shuni to'ldirasiz. Biz FBO bilan sizlarga hisoblab ko'rsataman. Tarif 93 rubl. Mana bu yerda ссылка bor. Agar siz o'zingiz tarifingizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu ссылкаga o'tib tarifingizni ko'rishingiz mumkin. Indeks lokalizatsiya, допустим, 65-74% deb hisoblasak, примерно. Стоимость доставки до сортировочного центра 93 rubl. Bu yerni biz qoldiramiz, chunki biz FBS bilan bilan ishlaymiz. Последняя milya. Bu yerda o'zi avtomatik hisoblab chiqadi, 143 rubl. Nima uchun 143 rubl? Последняя milyani ham qanday hisoblashini mana shu yerda ссылка bor, ссылкаdan ko'rishingiz mumkin. Bu общий tovarni stoимостidan 5% последняя milya uchun ketadi. Bu yerda avtomatik hisoblanadi. Xo'p, итоги доставка logistika biz 236 rubl dostavka uchun hozir to'lab beryapmiz Azonga. FBO bilan ishlasak agar. Logistika возвратda, masalan, boradi tovaringiz yoqmaydi yoki birak chiqadi yoki boshqa chiqadi. Shunga biz возвратlarni ham kirgizishimiz kerak. 15 rubl обработка возврата, процент выкупа 80%, masalan 90%. Mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin, o'zingizni kategoriyangizda necha foiz procent vыкупа bo'lyapti. Xo'p. Hayda, do'stim, biz 90% deb yozamiz. O'zi 274 rubl chiqazib berdi. Agar 80% yozsak, boshqa chiqazib berar edi. 322 rubl. Demak, 90% yozdik. 274 rubl chiqazib berdi logistika итог. Xo'p. Endi всего удержание Ozon. Bu yerda Ozon sizdan qancha pul olyapti bitta tovarni klientga sotishingiz uchun, yetkazib berishingiz uchun. Xo'p. Налог. Дальше налог. Система налогообложения. Usain доход. Siz bu yerda Usain доход minus расход bo'lsa kerak, 13%lik siz Usain доход minus расход deb yozasiz. Misolga 6% deb yozalik, 7% yozishingiz ham mumkin. Налог 156 rubl bo'lyapti hozir bu yerda. Agar 2500 sotganda налог qancha bo'lgandi? 6% bo'lsa 150 rubl. 2600 deb qo'ydik narxini. Налог bizda hozir 156 rubl bo'ldi va окончательный финансовый показательlarni ham avtomatik o'zi chiqazib berdi. Masalan, всего затрат на одного штука товара 1916 rubl siz bir dona tovar sotish uchun расход qilyapsiz va прибыль на единицу товара. Bitta tovardan siz sotsangiz qancha? Agar 2600 rubl sotsangiz, bir dona tovardan 684 rubl sizga прибыль qolyapti. Чистый прибыль bu, o'sha logistika hammasini hisobdan chiqargandan keyin 684 rubl чистый прибыль. Va прибыль на партию 500 dona agar siz tovar sotsangiz 341 ming rubl чистый прибыль sizga qolyapti. Marjinalность bu procentda shu 684 rubl necha foizini tashkil qiladi общий summadan? 26% sizda marjinalность bo'lyapti va rentabelность 95%. Agar tovarni narxini ozgina ko'paytirsangiz, sizda marjinalностьingiz yana oshadi, lekin konkurentlarni analiz qilib, konkurentlar bilan teng qilib qo'yganingiz yaxshi. Agar sotish qiyinroq bo'ladi. Xullas, men shuni hozir sizlarga qisqa video qilib chiqarishga qaror qildim. Juda podrobniy qilmadim. Agar siz o'zingiz tablisasiz hisoblasangiz, ko'proq vaqtingiz ketib qoladi. Tablisa bilan oson, tez hisoblashingiz mumkin. Xo'p, sog' bo'lasiz. Xayr.